Рост 171 сантиметр. Профессиональный рекорд. 2 боя, 2 победы. Поприветствуем Ином Boltayev. Gençler bizga yana bir bor tanishtirib o'tilmoqda. Inom Boltayev birinchi bola va endi qizil burchak. 26 лет. Уроженец Республики Узбекистан. Город Бухара. Мастер спорта по ММА и по боевому самбо. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА и по боевому самбо. Также он является чемпионом Азии по боевому самбо. Тренеры Музафар Рачабов, Нодер Муминов. Спортивный клуб Амир Тимур Бухара. Рост 177 сантиметров. Профессиональный рекорд 4 боя, ни одного поражения. Поприветствуем Шариф Кушаев. Va qizil burchakda e'lon qilindi. Amir Temur klubi a'zosi Muzaffar Rajabov shogirdi Sharif Ko'shayev. Endi Sharif Ko'shayevni ham biz ko'p ko'rganmiz. Botir Rahmonov so'nggi ko'rsatmalarni bermoqda. Parterda ham, zarbalar almashinuvda ham anchagina kuchli sportchilardan biri hisoblanadi. Lekin ko'p kuzatganmiz, har bir jangi juda murakkab, juda katta qiyinchilikda o'tgan, ammo har bir jangida o'z irodasini namoyish etishga muvaffaq bo'lgan Sharif Ko'shayev. Bugun hozir mana shu yerda kuzatamiz. Ko'shayev chapaqay, zarbdor ekan, Tojikiston vakili. Anchagina yengil oyoqda harakatlar, yengil zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti, ammo qaytaryapti Ko'shayev. O'ng oyoqda high kick bosh qismiga low kick bilan javob qaytaryapti. Boltayev qo't bilan oldinga kirib borgan edi Boltayev. Masofani o'z vaqtida qisqartirdi, javob hujumi. Hukka huk bilan javob. Juda qaltis o'yin ketyapti hozir. O'ng qo'l, yon taraflama zarba. Low kick bilan javob qaytaryapti Boltayev. Yana bir low kick Ko'shayevda, endi qisqa bu chalg'ituvchi harakat, ko'proq vaziyatni mana bunday overhand o'tmadi, zarba o'tkazib yuboryapti Ko'shayev. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan, hozir tezroq o'zidan kelib olish kerak. Va chiqib ketish kerak. Oktagon chetidan bog'lashga harakat qilib ko'rdi raqibni. Tizada zarba darhol Sharif Ko'shayevdan. Muzaffar Rajabov o'ziga qo'yar joy topa olmayapti. Tizada zarba qorin qismiga ikkita o'ng qo'l hukni ham qo'shishga harakat qildi Ko'shayev. Raqib masofani uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo bir qancha zarba o'tkazib yubordi Ko'shayev. Jayab kelib oldi o'ziga. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba o'tdi, mo'ljalga bordi. Yana bir zarba. Chalg'ityapti mana shu low kicklar bilan. O'ng qo'l huk o'tmadi. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba u ham o'tmayapti va mo'ljallayapti Boltayev. O'ng qo'l chep. Low kick shosh kerak emas. Makana yana bir zarba. Sharif Ko'shayev va vaziyatga aralashishga majbur. Mana bu pallada Botir Rahmonov fantastik g'alaba. Biroz avval o'zi mag'lubiyatga yaqin turgan edi, o'tkazib yuborgan zarbasidan so'ng undan keyin esa bir qancha kuchli zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda, qadrli do'stlar. Sharif Ko'shayev mag'lubiyatini tan olmayapti Tojikiston vakili. Ammo murabbiylari barchasini ko'rib turibdi.
Murabbiylari barchasini ko'rib turibdi va e'tirozga o'rin yo'q deb aytib o'tishmoqda, chunki bir zum o'zini ham yo'qotib qo'ydi. Botir Rahmonov oxirigacha kuzatib bu yerda shoshmadi. Lekin sportchini ayash kerak. Va menimcha juda to'g'ri qaror qabul qilgan. Hali takror lavhalarda ko'ramiz. Tarozi pallasi bir tomondan keskin ravishda ikkinchi tomonga og'ib ketdi. Va e'lon qilinadi. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою, втором минуте, 50 секунда первого раунда, с нокаутом победу одерживает красный угол Sharif Kushayev. Sharif Kushayev uning g'alabasi qayd etilyapti, qadrli do'stlar. Va jangchilar bir-birlariga minnatdorchilik bildirishmoqda. Takroriy lavhalar. Birinchi Kushayev qabul qilib oldi zarbani. Biroz suvdan uzoqlashtirishga harakat qildi. Keyinchalik esa mana bu o'ng qo'l jab zarbasi juda kuchli tarzda yo'llangan edi. Takroriy lavhada ko'rishingiz mumkin. Mana shu yana bir marotaba yana o'ng qo'l zarbasi. Hozir ko'rasiz. Va mana bu jarayonda bir zarba, ikkinchi zarba, uchinchisi keyinchalik hatto Botir Rahmonovni takedown Rahmonovga nisbatan takedown amalga oshirishga harakat qilgan. O'z vaqtida to'g'ri reaksiya namoyish etdi. Referi